Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Bugun 31 avgust. Shu iyun oyidan beri chumoli kislotasini bug'lantirishda har xil tajribalar qilib kelyapman. O'sha paytdan beri qilib kelayotgan tajribalardan bittasi bu. Mana bunaqangi bug'lantirgich kerasinga o'xshagan. Mana ariqlar mayda propulslab qo'yibdi. Bug'lanish tarqagani uchun. Mana kislota shuncha qolibdi. Qo'yganiga bir hafta bo'ldi. Boshda 1-2 kun yaxshi bug'lanmadi. Fitilda mashqacha pastroq qilgan edim, ozroq. Keyin cho'zib qo'ydim fitilda. Cho'zganimdan keyin mana shunaqangi kerakli dozada bug'lanib turdi. Bu 65% chumoli kislotasi. Yozda bo'lsa men bunga glitserin qo'shgandim. Yozda issiq kunlarda ham bir me'yorda bug'lanib yaxshi davoladi oilani. Ammo olganda tropi qolmadi, xudoga shukr. O'sha 1-avgust sanalar tekshirganimda o'zi yo'q edi. Mana bir oy davomida bitta ham tropikanasini alomatini ko'rganim yo'q. Shu chumoli kislotasi rasplod kasalliklarini ham kamaytirdi. Haligi sinov tariqasida qilgan eksperimentalniy dorim ham yaxshi ishladi. U qimmatligi uchun mana bundan bunaqani o'yladim. Bu o'zi yangilik emas. Buni bobomlar aytdi. Qilib kelgan usullar ekan oldinlari. Faqat ular doza bir kunlik bug'lanadigan dozasini kam berishgan. Kam dozada bo'lgan. Hozir shuni 1 me'yorga keltirib oldim. Shunaqa gaplar. Umumiy chumoli kislotasi bilan davolash haqida bitta katta video qilaman. O'shanda batafsil aytaman.